Ko'pchilik erkaklardan shunaqa gaplarni eshitib qolamanda va bunaqa fikrlaydigan insonlar ham atrofimizda juda ham ko'p. Ayol kishiga kamroq mehr berish kerak, kamroq e'tibor qaratish kerak, kamroq narsalar olib berish kerak. Erkalatsang, ko'proq erkalatib borsang boshingga chiqib oladi, erkalanib ketadi degan qanaqadir yomon bir munosabatlarni ko'rib qolamanda. Men o'ylayman, ayollarga bunaqa podxod juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Nimaga? Chunki sizdan mehr olmasa, sizdan bir erkalatish hissini olmasa kimdan oladi? Siz erkalating, sizni oldingizda baxtli bo'lib yursin, sizni oldingizda maza qilib yursin, sizni davringizda maza qilib yursin, sizni davringizda baxtli, kulib, yashnab, baxtliligini kerak bo'lsa nur sochadigan darajada bo'lsin. Nima bo'lsa sizni davringizda bo'lsin. Bundan ortig'iga kerak bo'lsa arziydi. Ayollar faqatgina mana shunday narsalarga arziydi. Faqatgina mehr, muruvvatga, baxtli yashashga arziydi va bunga majbur qildiradigan siz bo'lishingiz kerak. Ya'ni turmush o'rtog'i bo'lish kerak. Siz shunday baxtli qilingki, seni kim ham baxtli qilardi, kim olardi seni deganlar og'zini ochib qolsin, ko'zini yumib qolsin, ko'zini yumdirib qo'ying shunaqa insonlarni. Haqiqiy erkak boshqalarga, boshqa ayollarga ayolini muhokama qildirib qo'ymaydi. Haqiqiy erkak kerak bo'lsa shunday baxtli qiladiki, o'sha boshqa ayollarni hasadini keltirib qo'yadi. Haqiqiy oila, haqiqiy munosabat aslida mana shunday bo'ladi.